kun kelib ummat düşmanın bular, bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz, qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz, qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهل إيمان برادرlar, Allah subhanahu wa ta'ala iymon keltirgan mu'minlarni o'zidan taqvo qilishlikka va sidq, rost, to'g'ri so'zni so'zlashlikka buyurib, mana bu muttaqiylarga va sodiqlarga Allah subhanahu va taolo amallarini isloh qilib qo'yishligini va gunohlarni mag'firat qilishligini va'da qildi va Allah subhanahu va taolo o'zi tarafidan katta yutuqni Alloh va rasuliga itoat qiladigan mu'minlarga va'da qildi. Suhbatimiz avvalida o'zimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishlikka va sodiqlardan bo'lishlikka, sidq, rost gapni gapirishlikka tavsiya qilaman, to'yinki Alloh subhanahu va taolo amallarimizni isloh qilsa va gunohlarimizni mag'firat qilsa. Biz aytib o'tdik, mana Alloh taolo o'zi nasib etdi, qaytib kelganimizdan bos jamoatda ichida aytayapmizki, jamoat inqilob qilishlik kerak. Vaholanki bu inqilob qilib kelingan, endi ichkarida jamoatni ichki inqilobiga biz zaruratimiz bor. Inqilob nima? Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni yuborgan bo'lsa, har bir payg'ambarlar yer yuzida butparastlikka qarshi, shirkka qarshi, zulmga qarshi inqilob qilgan. Ya'ni tavhidni hokim qilishlik uchun butun o'zini qarshisida turgan kuchlarga qarshi inqilob qilgan. O'zi yolg'iz bo'lsa ham, zaif bo'lsa ham, kamchilik bo'lsa ham bu inqilob qilgan. Va 23 yil Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan vahiylarni ko'rsak ham, har kuni go'yo sahobalarning hayotida inqilob bo'lgan. Har kuni. Har bir hukm nozil bo'lishligi bilan inqilob bo'lgan. Va misol uchun 40 kishigacha Makka da agar din maxfiy da'vat qilingan bo'lsa, Umar ibn Xattob iymon keltirishlari bilan da'vat oshkor bosqichga chiqqan, inqilob bo'lgan. Oshkor ibodat qilishga o'tilingan. Yoki Qur'onni birinchi musulmon mushriklarga kim oshkor ishtiradi degan vaqtida Abdulloh ibn Mas'ud men ishtiraman degan. Shunaqangi ojiz, shunaqangi zaif kishi ana shu Dorun Nadvaga chiqib turib Makka mushriklarining eng katta zo'ravorlariga Qur'onni tilovat qilib berganlar. Ya'ni shu qilgan ishlari uchun qancha bu kishi nima qilgan azoblangan. Ya'ni dinni g'olib qilishlik uchun yoki dunyoviy inqilob qilishlik uchun mana shu inqilob qilayotgan kishilarni nima ichki yonib kuyib ichki qo'zg'oloni uni butun nimaga yer yuziga tarqatgan. Hamma inqilob ko'radigan bo'lsak, hech kim orom yotib inqilob qilgan emas. Shuning uchun bizda agar g'aflat, suslik, insonligimiz sababli paydo bo'layotgan bo'lsa, buni tezda inqilob qilib nima qilish kerak, o'zgartirish kerak. Shuning uchun biz doimiy ravishda aytganmizki, biz inqilob qiluvchilarmiz. Bu inqilob bizning qalbimizda bo'lish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu din uchun qanday kuyib yondi? Sahobalar nima qildi? Hammasi bor shu. Ular ham bizga o'xshagan, ular ham shunaqa insonlar. Men jamoatni hozirgi holatidan, hozirgi bu sus holatidan, bunaqangi beparvo, g'ofil holatdan rozi emasman. Eski shavkatimiz yo'qolyapti.
Chunki biz avvalgi Mas'ud jangida qilingan ozgina shahidlarimiz, g'oziyalarimiz g'ayratidan yashab yuribmiz. Ularni ehsonni evaziga biz yashabganmiz bu yerda. Bu xatar signali bu bizga. Xatar signali. Bu izzat talabli emas. Haqiqatda qurbonlik berilgan. Pokistonning birinchi jihad bayrog'ini biz ko'targandik-ku. Endi nima bo'ldi? Lekin hozir ketyapgan bu ketishda, hozir ketyapgan bu ummatni siljishida bizni samarali o'rnimiz bo'lish kerak, muhim o'rnimiz bo'lish kerak bizni. Hamma kuyib yonish kerak bu sohada. İzzat bo'lmaydi bu. Rozi emasman. Dard kuymasak bo'lmaydi. Mana Nazir xotirjam yuribdi. Boshqa xotirjam yuribdi. Biz haligacha o'zimiz o'yn olganimiz yo'q. Haligacha qolib ketish olganimiz yo'q. O'zimizni qilayotgan ozgina xizmatimiz va ibodatimiz bilan shayton aldab o'tish kerak. Aytaman-ku, bu yomon jamoatlarni, yomon zurriyotlarni, yomon vorislarni sifatidagi o'tganlarni qilgan dinga qurbonligi, izzatiga yashaydigan bu yomon kishilarning sifatidir. Alloh taolo Qur'onda yomonlagan bilan. Imom Buxoriy bilan Karim ham maqtanadi. Boshqasi ham O'rta Osiyo prezidentidan maqtanadi, Imom Buxoriy bizdan. Auzubillah, o'shalarga o'xshab bo'lmaydi. Deli jangida turib berganmiz. Unga shak yo'q, Alloh qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Hozirchi? Hozirchi? Qani u ruhiya? Qani u shijoat? Qani u tartib? Qani u g'ayrat? Bu meni yondiryapti, meni kuydiryapti. Yana aytaman. Men ham qo'rqqan narsam shu. Bizni dinga xizmatimiz tugagan bo'lsa, kecha ham da ko'rib turman, birodarlar o'rtasida. Yangi odamlar ko'payib sabdi dedi. Yo madrasaning bolalari asosan jumanda dedi, yo yangilar dedi. Agar biz oqsoqollarni dedov shinalarni, o'ziga oramizda ba'zi to'pilgan gap. Zamonamiz tugagan bo'lsa, Alloh taolo boshqasini chiqarib beradi. Boshqasini chiqarib beradi. Men shunga qiziqaman. U din to'xtab qolmaydi xizmat. Mana bu tupik bu. Mana bosh buga ko'cha bu. Bundan chiqish kerak birodarlar. Bu izzat tupik emas, izzat ko'chasi emas bu. Shayton aldamasin bizni. Aldab qo'ymasin bizni birodarlar. Bu ketishda aytaman-ku, ummatning eng qoloq, eng oxirida yashaydigan nauzubillah min zalik oyog'ini tegib qolib ketmaydi. Men shunga qiziqanyapman. Fano bo'lib ketmaydi biz ham. Bu yukka alhamdulillah o'zigacha jamoatni katta-yu, kichigi, erkagi, ayol, yosh bolasi ko'tarib kelgan. Shuning uchun men yaqinda bitta so'radik, "Oho, jamoatni kichkinagina jamoat shuncha rahbariyati bor ekanmi?" Men bilan bir faxriy a'zo qilib olgan emasman. Shu yelkamga tushgan yuk bor, Xudo rasuli tarafidan, shahidlar tarafidan shuni bo'lib qo'yganman hammaga. Vallohi, ertaga Alloh rasulining oldida, shahidlarning oldida mana shunday javob beradi, bab barobar men bilan. Men chekka chiqib turmayman. Men hammani ko'rsataman, bitta-bitta. Hammani javob berasizlar. Men o'zim yolg'izman. Shuning uchun sizlarni shu pok ibodatga shirik qo'yganman. Hammamiz javob beramiz. Bu omonatni albatta javob beramiz. 100 yildan keyin Mavaraun nahrdan chiqqan musulmonlarga Alloh taolo shuncha izzat berdi. Bu katta sarmoya, bu shahidlar qoni evaziga berilgan sarmoya. Buni agar haqqini ado qilsak, buni to'g'ri yo'lga yo'llasak, uni ustida ishlasak, uni tarbiyalasak, uni safini ko'paytirsak, uni Alloh va Rasuli rozilik tarafga yo'llaydigan bo'lsak, inshaalloh yuzimiz yorug' bo'ladi. Alloh asrasin. O'zimizni qo'limiz bilan, o'zimizni g'aflatimiz bilan, o'zimizni o'zaro ixtiloflarimiz bilan buni agar zoya qiladigan bo'lsak, xoinlardan bo'lamiz, xoinlardan.
Ya eyyuhellezine amenu la takhunulloha ve rasul ve takhunu amanatikum ve entum ta'lamun. Iymon keltirgan mu'minlar Allohga xiyonat qilmadi. Rasuliga xiyonat qilmadi. Va o'zingni bilgan omonatlarga xiyonat qilmadi. Omonatga xiyonat faqat birodarlar moddiy narsa emas. Mana shu jamoat omonat. Ana shu avlodlar omonat. Mana shu izzat omonat. Millatlar bir izzatni qo'lga kiritaman deb qirilib ketadi. Mukammal qirilib ketadi bir izzatni qo'lga kiritaman. Alhamdulillah biz kam qurbonlik bermaganmi? Bermaganmiz alhamdulillah. Men berilgan qurbonliklarni haqir sanamoqchi emasman, Alloh asrasin bundan. Haqir sanatganim yo'q. Lekin shaytonning eng katta darvozalaridan bittasi shu ekanki, bir kishi bir solih amal qilib tursa, uni amalini katta qilib ko'rsatar ekan. Sen qilding, senga yetadi shunchasi. Hatto Alloh subhanahu va taolo va la tulqu bi aydikum ila tahluka oyati nima to'g'risida nozil bo'lgandi? Tabukki 9-yilida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ansorlari bo'lgan Madinalik ansorlar nima deydi? Biz endi shuncha qurbonlik berdik. Biz shuncha qurbonlik berdik, molimiz talaf bo'ldi, unini to'ldirishlik uchun biz ham ozgina bir mehnat qilib nima qilaylik, shu jihodga chiqmasak bo'larmikin degan fikr hayollardan o'tgan vaqtida Alloh taolo aytdiki, bu qiladigan ishingni bilan o'zingni halok qilib tashlama dedi. Chunki unda 30,000 mujohid Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Tabukka chiqqan edi. Shu insonlar qalbidan o'tgan edi. Abu Ayyub al-Ansari o'zi yakka jang maydoniga kirib ketayotgan Konstantina jangidagi mujohidga shu oyatni o'qilgan vaqtda noto'g'ri gapsizlar, bu oyat o'nliga o'qilmayapti dedilar. Bu o'zini halokatga urgani-yo'q bu dedi. Bu biz haqimizda nozil bo'lgandan. Ya'ni bu shaytonning vasvasasi. Agar shayton biz ichimizga ham kirgan bo'lsa, mana bog'i Pokistonda hamma yoqda jihad boshlandi. Bütün Masudni o'zidan bir necha yuz fidoyi chiqibdi. Mana bog'i Afg'oniston bu yog'i buncha futuhatlar bo'lib ketibdi. Endi biz dam olib tursak bo'ladi degan narsa bu Rasululloh sallam tarbiyalari emas. Qachon Rasululloh sallam dam oldilar? Qachon sahobalar istirohat qildi? Bizni sizni istirohatimiz birodarlar jannati firdavsda. Allah jannati firdavsi nasib qilsin, o'shaga kirsak rohat qilamiz. Dunyoda biz rohatimiz yo'q birodarlar. Chunki bu aytayotgan gap bid'at to'qima narsa emas. Buni ana shu dinni bizga amaliy ko'rsatgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, xulafoi roshidin, sahobalar, tobiinlar ko'rsatishdi. Aimmalarimiz ko'rsatishdi. Imom Buxoriyning aytishadi, qonlarni olib borib tekshirsa, aytgan ekan, bu rohib bo'lsa kerak, umrida yog'liq narsa yemagan ekan degan ekan. Yog'liq taom yemagan ekan, ya'ni qonini tarkibida yog'liq narsa yo'q ekan, rohib bo'lsa kerak degan ekan. Shunaqa eshitdim vallahi. Imomlar shunaqa bo'lgan. O'tgan hamma kuyib, yonib, shu yerda keyin ekan Alloh taolo bu dinni oliy qilgan. Vaholanki Alloh taolo qodir bu narsani bizni sizni kuymasak ham, biz siz qurbonlik bermasak ham Alloh taolo qodir buni g'olib qilishlikka. Alloh taolo qodir zot. Lekin bugun ummatni qarang, alhamdulillah, har bittasi qaytadan uyg'ondi. Buni biz orzu qilib kutgandik. Alhamdulillah, bu sharoit kelyapti o'zir. Ummat qo'zg'alarmikin? Nashidalar o'qildi. Qancha shahidlar berildiki, shu ummat tirilarmikin? Ummat tirilgan vaqtida endi biz orqada qolmaylik. La aqal baravar yuraylik. La aqal baravar yuraylik. Shular baravar yuraylik. New York, Washington amaliyotini shuning uchun qildi edi birodarlar. Amutu li tahya ummati. Ummatim tirilarmikin deb fidoilik qildi o'shalar. Boshqa g'azavalarda kirilganda shu edi mujohiddan ishora, shoyko'tdan shu edi bolalar ishora. Magaziniga yozib olganda amutu li tahya ummati. Qancha qurbonlik berdim. Hozir ham beryapti. Qarani, Rawalpindida Pokistonning harbiy siyosiy markazida
Amerikaning eng ishongan benazir buttasini ikkita fidoi ro'para ham otib, ham o'zini jonini parcha qilishligi buni 5 yil oldin tasavvur qila olmasdim. Ana shu birodar nomini ham bilmaymiz. Shoyat eshitib qolsak kerak, nomini ham bilmaymiz. Qara, o'tib ham fidoyamat qiladi. Hatto hozir butun dunyoda 11-sentyabrdagi eng dahshatli voqeada shuni aytilyapti. Buradan ko'proq gaplashaylik. Buradan ibrat olaylik. Buradan ibrat olaylik. Har bir sohada aytaman inqilob bo'lish kerak. Bu tutash, bu suslik, bu g'aflat bo'lmasligi kerak birodarlar bizda. Tutamaylik biz. Biz yonaylik, ayniki Rasululloh sallam yonganlar. Ayniki sahobalar. Nomut bo'lmaylik. Alloh taolo o'zi mo'min erkak ayollarning amalini zoya qilmasligini va'da qilgan. Yana aytaman, men qilinayotgan xizmatlarni tahqir qilayotganim yo'q vallohi. Lekin hozirgi inqilob holatiga bu yarashmaydi. Yetmaydi, kifoya qilmaydi. Kifoya qilmaydi. Aytaman, shaytonning bitta ishi bor. Insonni qilgan amalini katta qilib ko'rsatadi. Hozir jamoatda shu narsa paydo bo'lganki, o'zimizni qilgan amallarimizdan g'ururlangan paydo bo'lgan. Biz qildik, mana bizning shogirdlarimiz ekan Mas'ud qavmi, bular qilib ketyapti. Qaysi sahobalar bilan qilgan? Bo'ldi, endi biz dam olamiz, tobiinlar qilsin, gap yo'q. Birorta amalda tobiinlar, sahobalarning gapini qo'yib turib, tobiinlarning gapini olinmaydi. Sahobalar keyin tobiinlarning gapini olinadi. Hamma sohada. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka dan Madinaga kelgan vaqtlarda o'zlariga uy qurmaganlar, birinchi. Birinchi uy qurmaganlar. Birinchi masjid qurganlar. Nimaga? Masjidda bajariladigan ibodatlar 5 vaqt namoz, 5 vaqt namozdan tashqari namozlar, juma namozlari, Eid namozlarida musulmonlar boshi-boshiga qovushib bir-biri bilan nima? Mana shu yerdan tarbiyalangan, mana shu yerdan hamma narsa tartibga solingan. Ha, Banu Isroilga Alloh taolo Fir'avnning zulmini qattiqligidan uyinada namoz o'qiyna degan. Men shu maqsadda, misol uchun xavfsizlik va hamma tarafdan bu ba'zi birodarlar maslahat ham bermaydi-ku, bir anjuman qilsa, shura qilsa, to'plasa. Lekin bu bir-birimiz bilan ko'rishmaslik, bu bir-birimiz bilan iymonlashmaslikning oqibatini men ko'ryapman. Tarqoq holatda uy, har kim uydan chiqadi, bochkasida ham, o'tinda ham. Har qaslining o'ziga berilgan sangar bu birodarlar. Sangar berilgan. Bu sangarni qaytadan tarmim qilinglar. Qaytadan uni ustida ishlang. Bo'lmasam aytdim. Allohning oldida birga javob beramiz. Lekin yomon bo'ladi, og'ir bo'ladi. Chunki sizlarga bilinib o'tgandir, men ko'rib turibman. Bu endi bitta Mas'ud mintaqasi, erta islomiy xilofat boshqa qurilishlikda bizni bu holatimizda bizdan hech kim ra'y ham so'ramaydi, fikr ham so'ramaydi. Kimsan sen, nimasan? Chunki o'tgan jangiga olgan odamlarga hadab qadr berilaveradigan bo'lsa, Mas'ud ham jang qilgan, Rabboni ham jang qilgan. O'tgan janglarga odamlarga qadr berib, o'shalar bilan faqat nima qilinadi, shuni ham qilgan. Muchu yonaylik. Kuyaylik. Ancha yana qurbonlik berishimiz kerak. O'sha fidoi shahidlar badaniga o'sha ichkilarni bog'lab, o'zini parcha-parcha qilyapti. Ketyapti shu bilan. Biz ham shunaqa bo'laylik. O'zimiz sohamizda biz ham fidoi bo'laylik. Biz ham fidoi bo'laylik. Biz ham yonaylik, kuyaylik, iriylik. To'g'ri, aytamanki, hozir bizni o'zimiz oldimizda ma'lumot. Mana muhojirlar o'zingizlar ham ko'zingizlar bilan ko'ryapsiz. Muhojirlar karvoni kelyapti. Muhojirlar yangi karvoni kelib sizlarni boshqa holatda topsin.
boshqa holatda, bundan ham yaxshiroq holatda topsin. Bundan ham kattaroq sifatlarda topsin. Keladiganlarga har sohada ustoz bo'laylik. Oralarimizni isloh qilaylik. Oralarimizda amr ma'ruf nahyul munkar om bo'lsin. Erkak, ayol hamma amr ma'ruf nahyul munkar qilsin. Bu umumiy kema bu. Umumiy kishti hamma ketyapti shu yerda. Bittasi teshadi uni. Qo'lidan ushlana uni. Amr ma'ruf nahyul munkar hammamizning vazifamiz. Hammamizning vazifamiz. Erkak, ayolning vazifasi. Men o'sha hadisni eshitib hayron qolardim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan amallarning afzali haqida so'ralgan vaqtida bir joyda iymondan keyin jihad derdilar, bir joyda iymondan keyin vaqtda o'qilingan namoz derdilar. 2-3 xil hadisda keldi, men hayron qolardim. Bu qanaqa ekan desam, keyin ba'zi bir hadis ilmini bilgan ustozlardan so'rasam, mana bu jihad boshqa ibodatlarga e'tibor berib jihodga suslik qilayotgan kishi qavmga so'ralgan vaqtda shuna degan ekanlarki, iymondan keyin jihad eng afzal amal. Jihodni yaxshi qilyapti, namozga suslik qilyapti, vaqtda o'qilingan namoz. Ota-onaning haqqini berish. Bizning dinimiz voqelik dini. Lekin biz mol baxilligiga yo'liqqanmiz. Kasal bo'lgan umumiy maraz bu. Kasallik bu. Katta puli bor. Katta puli bor. Yana yuradi Baytul Moldan. Bu qayda o'ydigan bu ta'lim? Bu mol baxilligi. Jonini berishga tayyor bo'libdi u. Endi nima qiladi jamoat? Shu mushkulotni shar'iy yo'llar bilan hal qiladiki, shu birodari shu baxillik botqoqda olib chiqadiki, endi molini ham infoq qilsin. Ertaga Qur'onni ham o'zining shaxsidan o'rishsin. Ertaga u ham infoq qilsin, ertaga u ham zakot bersin, ertaga u ham musulmonlarga yordam bersin. Har bir sohada ertaga. Har bir sohada ertaga nima? Biz mana shu jamoatda sodir bo'lgan mushkulotlarni hal qilishimiz kerak. Balki bu kasallik aslini topish kerak. Qayda bu kasallik? Yering qayda? Yering chiqarib. Alhamdulillah biz aqidamiz shuki, shariat komil din bu hamma muammoni hal qilgan. Ruhiy, jismoniy kasallik hammasini iloj qiladi. Hammasiga shifo bergan. Alloh taolo shifo beradi shu shariatga amal qilsa. Agar shuni biz tatbiq qila olmaydi, eplay olmaydi, o'yin bizning nuqsonimiz, bizning kamchiligimiz. Shariat tatbiq desa, ba'zi bir o'ylab tor tushunchalar yig'ishtirish kerakki, faqat darra urushi odamlarni olib kirib bandi qilish emas. Muammo to'layotgan, lekin uni sekin-sekin hal qilish kerak. Hadab taxlab qo'yilishga toqchiga uni, falon. Kelini jamoatdagi bu to'planib qolgan nima to'da muammolarni tez hal qilaylik. Oldiga ketaylik, orqaga emas. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Malomatga mahkum jihad qilsa kim, keyin bilar haq kim, kimlar majnunlar. Malomatga mahkum. Shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.